Bu videoda yaxshi mavzuni ko'tarishdi. Lekin bu holat hozir O'zbekistonda yo'q menimcha. Yoki hali ham bormi mana shunday holat? Uchraganlar bormi shunday holatga? Ko'ringlar, yoqsa like, bo'lmasam shart emas. Kommentariyada yozib ketasizlar fikrlaringizni. Papasha, suyunchi bering. Voy, nima bo'ldi? O'g'illi bo'ldingiz. Suyunchi bering. O'g'illi bo'lding deysizlarmi? Suyunchichi sizlardan aylansin. Mana 500 ming. Biz bir kishi emasmiz, biz ko'pchiligimiz. Mayli, mana sizga 500 ming. Keyin glavvrachga ham uchrashib keting. Keling o'tiring, papasha. Chaqirtirgan ekansiz. Xotiningiz keserva bo'ldilar. O'shani to'lovini qilib yuboring. Mana, rahmat. Nima bu 200 dollar? Kamida 500 dollarga qilamiz operatsiya. Qimmatmas mabodo. Kiqat qilishi bilgan, endi puliga ham turib berasiz-da, papasha. Xo'p, mayli. Men hozir 500 dollar topib kelarman. Lekin oramizda qora qozonni zo'rg'a qaynatayotgan insonlar bor. Ular nima qiladi? Qaytarib olib ketib uyda o'zi tug'diradimi? Oramizda sizlardagi qo'shnilochilik doktorlar ham ko'payib ketdi. Xudoning o'zi insof bersin. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Oxirgi paytda shunaqa cho'pchaklardek pulinglarga qarab muomala qiladigan ayrim bir qo'shnilochiligi doktorlar ko'payib ketdi. Gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar?